Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, bugun sizlar bilan 7-sinf O'zbekiston tarixi darsining 23-mavzusi Chig'atoy ulusining tashkil topishi mavzusi bilan batafsil tanishamiz. Buyuk davlat arbobi Chingizxon juda katta hududda davlat barpo qilgandan so'ng 1219-yilda Xorazmshohlar davlatiga bostirib kirgan edi va uni tez orada 1221-yilda batamom egallab oldi. Asosiy hududlarni, ya'ni Moron, Nahr va Xorason hududlarini batamom egallab oldi. Va 1224-yilda u o'z davlatini o'g'illariga turli xil hududlarni mulk qilib taqsimlab beradi. Ya'ni o'z davlatini 4 ta o'g'liga taqsimlab beradi. O'g'illardan biri sanalgan Chig'atoyga Moron Nahr, Yettisuv, Sharqiy Turkiston hukmronlik huquqini beradi. 1224-yil Chig'atoy ulusi rasman tashkil topadi. Chig'atoyxon ushbu hududlarni boshqarish uchun Ilisuv, ya'ni Ili daryosi bo'yidagi hududni boshqaruv o'lkasi qilib tayinlaydi. Chig'atoy o'zi egallagan hududlarni boshqarishda mahalliy hudud vakillaridan foydalanishga qaror qiladi. Moron Nahrni bevosita boshqarish uchun u bir paytlar otasiga sodiq bo'lgan xizmatkor xorazmlik savdogar Mahmud Yalavochni tayinlaydi. Mahmud Yalavoch Xo'jand shahridan turib butun Moron Nahrni boshqaradi. Harbiy hokimiyat, aholini ro'yxatdan o'tkazish, soliq yig'ish ishlari bilan dorug'achi va tavg'ach unvonidagi Mo'g'ul amaldorlari shug'ullanishni boshlaydi. Hududlardagi mahalliy hokimliklarning ko'p sonli qo'shini Mahmud ixtiyoriga bo'ysundiriladi. Mo'g'ullar hukmronligi davrida mahalliy hokimlar bosqoq tarixiy atamasi bilan ifoda etilgan va atalgan deyishimiz ham mumkin. Va Mo'g'ullar hududlarni boshqarishda o'zlarining soliq tartiblarini va o'zlarining boshqaruv usullarini joriy qilganligini ko'rishimiz mumkin. Kelinglar soliqlar bilan tanishadigan bo'lsak, o'sha davrlarda kalon, qopchur, shulen, targ'u kabi bir qancha soliq turlari bo'lgan. Kelinglar ularning nimalardan olinganligi va miqdori bilan tanishamiz. Ziroatchilardan, ya'ni dehqonlardan yer solig'i olingan. Bu kalon deb atalgan. Kalon solig'i hosilning 1/1 miqdorida olingan. Chorvadorlardan esa qopchur solig'i olinganligini ko'rishimiz mumkin. U chorva mollarining bosh sonining 2,5% miqdorida olinganligini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari shulen degan davlat xazinasi uchun oziq-ovqat solig'i ham undirilgan. Bu har bir podadan 2 yashar qo'y, qimiz uchun har 1000 otdan bir biya olganligini ko'rishimiz mumkin. Biya jumlasini ko'pchilik biladi, bu ot. Otning urg'ochisi shunday ataladi. Bundan tashqari hunarmand va savdogarlardan ham soliqlar bo'lgan. U targ'u deb atalgan. Bu ham 30dan 1 qism hajmda olingan. Sotilgan molning 30dan 1 hajm miqdorida olinganligini ko'rishimiz mumkin. Bu asosiy soliq turlari bo'lgan. Bundan tashqari qo'shimcha soliqlar ham bo'lgan. Tuz solig'i, jun solig'i, kumush solig'i kabi soliq turlari borligini ham manbalarda ko'rishimiz mumkin. Mo'g'ullar davrida soliqlar to'lash tartibi boshqa davrlarga nisbatan biroz farq qilgan. Ularda barot, ya'ni ijara tartibi bo'lib, mahalliy hokimlar, hukmdorlar soliqlarni avvaldan markaziy hokimiyatga to'lab qo'yishgan va soliq yig'ish vaqti kelganda esa aholidan buni yig'ib olishgan. Faqatgina ular rasmiy belgilangan miqdordan ko'proq undirib olish hollari juda ko'p uchragan. Mana shunday jabr zulmlar, boshqaruvdagi nohaqliklar, soliqlarning miqdorining ko'pligi va yig'ib olishda rasmiy miqdordan juda ko'plab yig'ib olinganligi 1238-yil Buxoro vohasida Tarab qishlog'ida, bu hozirgi Buxoro viloyatining Jondor tumaniga to'g'ri keladi. Aynan shu hududda Mahmud Tarobiy boshchiligida qo'zg'olon ko'tariladi. Ushbu shaxs aslida g'alvir yasovchi hunarmand bo'lgan, ammo jabr zulmdan qiynalib aholini qo'zg'olonga boshlaydi va tez orada o'z tarafdorlari bilan Buxoroga kiradi, uni egallab oladi va uning markazdagi Robiya saroyini o'ziga qarorgoh qilib tayinlaydi. Ushbu hududdagi boy-badavlat ayollar, yirik savdogarlar, sadrlar ko'magida o'zini Buxoro atrofining xalifasi va hukmdori deb e'lon qildiradi. Shamsuddin Mahbubiy do'stini esa sadr deb e'lon qildirtiradi va ular Mo'g'ullarga qarshi keng ko'lamli kurashlar olib boradi. Ammo qochqin amaldorlar Mahmud Yalavoch yordamida Karmana yaqinida kuch to'plab Buxoroga yurish qiladi, ammo jangda yana mag'lubiyatga uchraydi.
Afsuski ushbu jang samarasi ketmadi mo'g'ullar uchun desak ham bo'ladi. Sabab ushbu jangda Mahmud Tarobiy va Shamsiddin Mahbubiylar halok bo'lishdi. Va qo'zg'olonchilar jarayonga boshchilik qilish uchun Mahmud Tarobiyning ukalari Muhammad va Alini ikki shaxsni qo'zg'olonga rahbar qilib tayinladi. Afsuski mo'g'ullar tomonidan oradan bir hafta o'tar o'tmas yangi kuch kelib, ushbu qo'zg'olonchilarni batamom bartaraf qildi, ya'ni qo'zg'olonni bartaraf qilib, qo'zg'olonchilarning barchasini qatl qildirdi va Buxoroda yana mo'g'ullar hukmronligi qayta tiklandi. Ushbu jarayonlarni kuzatib turgan hukmdor Chig'atoy soliqlarni tartibga solish islohoti to'g'risida farmon berdi va ushbu farmon Mahmud Yalavochni 1238-yil hokimiyatdan chetlatishga asos bo'ldi. Va tez orada Mahmud Yalavochning o'g'li Mas'udbek taxtga keldi, otasi o'rniga. Mahmud Yalavoch esa Ulug' Xoqon O'qtoy tomonidan Pekin shahriga hokim qilib tayinlandi. Bu mo'g'ullar hukmronligining o'rnatilishi Moron nahrida, ya'ni Chig'atoy ulusining tashkil topishi, bu yerdagi boshqaruv tartibi va soliqlar o'sha davrdagi mo'g'ullarga qarshi dastlabki qo'zg'olon haqida qisqacha fikrlar edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.